Mening mahallam loyihasining 2026-yildagi ilk soni efirda. Assalomu alaykum. Biz ayni paytda Yangiyo'l shahridagi Mezon mahallasiga yetib keldik. 2026-yil azizlar mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Ushbu yilda ushbu mahalla qanchalik tayyor, bevosita vaziyatni birgalikda o'rganamiz. Uzr, to'g'ridan-to'g'ri kamera bilan keldik. Hech kim yo'qmi mahallada? Bor, xodimlarimiz bor. Bu yoqda ijtimoiy xodimimiz, profilaktika. Bu yoqdan. Bu yoqda ham raisimiz mahallaga xonadonlarga chiqib ketgan. U yoqda. Xonadonlarga. Profilaktika inspektori bu yoqda-la? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mezon mahallasi profilaktika inspektori katta leytenant Norqodiyev Nodirbek Tohirov. O'zi rejalar qanaqa? 2026-yilda jinoyatdan xol mahallaga aylantirish. Sababi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb atalgan 2026-yil. Shunga bizga bu narsa motivatsiya bo'ldi. Bu yilda Xudo xolasa jinoyatdan xol mahallaga aylantirish. Mahalla raisining oldilariga borsak bo'ladimi? Hamkorlik birgalikda. Bo'ladi. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha qanaqa ishlar qilinyapti o'zi? Hozirgi vaqtda jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishga yo'l xarita qilganmiz. Ushbu yo'l xaritada bizning mahallada muammosi bor oilalar har bir 7 a'zosini funksional vazifalari belgilab o'tilgan. 2025-yilda jinoyatchilik mahallasi sodir etildimi, etilmadimi? 2025-yilda biz 60% jinoyatni kamayishiga erishdik. Hamda 2025-yilda hududimizda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilmadi. Ijtimoiy yo'nalishlarda qanday ishlar amalga oshirildi? Ijtimoiy yo'nalishda bizda kambag'al va ijtimoiy yagona reyestrga kirgan fuqarolarga murojaatlariga asosan yordamlar berildi. Masalan, ularni oilasida bo'lgan farzandlariga kontrakt to'lovlari yoki 6 oy muddatga beriladigan moddiy yordamlar taqdim etildi. Assalomu alaykum. Rahmat ona, charchamayapsizmi? Sizga ham muborak bo'lsin. 2026-yil omadli kelsin, xayrli kelsin. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz Ichki ishlar vazirligidamiz. Borsangiz xonangizda yo'q ekansiz. Bir joyda o'tirmaysizmi deyman. Endi bizning ishimiz shu, davlat bilan xalq o'rtasida ko'prikmiz. Murojaatlar yuzasidan hozir Samarqand ko'chasidamiz. Xonadonlarni o'rganib, xonadon xatlov jarayonlarini ham boshlaganmiz. Xonadonga nima uchun kelindi? Ular hozir bizada tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Namunali oilalarimizdan biri Sharif va Marhamat onani uylaridamiz hozir. Qanchadan beri tadbirkorlik qilasiz? 36 yildan beri. 36 yildan beri. Demak, hamjihatlikda ishlanadimi? Birga ishlashamiz, bir-birimiz bilan. Sizga bir yordam kerak bo'lgan payt, huquqiy jihatdan, mahalladan yordam kerak bo'lgan payt yordam berishadi. Berishganlik shunaqa yurib bizda ishlab uzoq yil. Endi mahallaga borsak bo'ladimi? Mahalla bilan yo'q, hozir yana bir marta Anhorbo'yi ko'chamizda murojaat tushgandi. Anhorbo'yi ko'chasi 21-xonadondan. Shuni borib o'rganishga ketyapti-da, ruxsat bersanglar birgalikda boramiz. Albatta. Sizlar ruxsat bersangizlar biz o'rganamiz. Profilaktika bilan birga qanaqa ishlar amalga oshiryapsizlar? Birga ishlaysizlarmi? Profilaktika bilan har doim birga ishlaymiz. Ularsiz baribir nimamiz o'tmaydi. Yaxshi ham ular bor. Har xil holatlar bo'ladi. Ba'zi joylarda yuring birga boramiz deb qanaqadir qalqonday turishadi yonimizda. Qarang, mana shu bolalarni to'p o'ynab turgani ham bejizga emas-da. Mahalla tinchligidan, yurt obodligidan darak beradi. Qalaysizlar bo'ldi? Yaxshimisizlar? Maktab yo'qmi deyman? Damda kanikulga. Kanikulda? Yaxshimi? Hech kim sizlarga gapirmayaptimi qattiq? Zo'rmi? Kim gapiryapti senga? Ayt. Kim gapiryapti? Men shot futbol o'ynamayapmiz. Kim urishdi? Mana deylar shotdi. Futbol o'ynamayapmiz. Bo'ldi, sizlar uchun alohida so'rab qolamiz, sizlar futbol maydoni tayyorlab berishadi. Bo'ldimi? Aytdim. Maydon tayyor, xudo xolasa ishga tushsin. Tayyormi? 10-maktabimizda stadionga qayta jihozlanyapti. Xudo xolasa hozir setkalarni qo'yish jarayonida mana shu o'qish boshlanguncha o'sha topshiriladi. O'sha paytda o'ynashga aniq. Mana futbol maydoni tayyor bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Uzr endi, besaq qo'ydik sizni.
Bu mahalla bilan birga ishlaysizlarmi? Hamkorlikda yordam berishyapmi sizlarga? Albatta. Prezidentimga avvalambor rahmat demoqchi edim. Sabab qoldi, kelib qoldinglar. Mahallaga mana qizimni kontrakt to'lashga katta yordam berishdi. Ha, mahalla yordam berdi. Mahalla uchun katta yordam. Prezidentimizga avvalambor kattakon rahmat deyman. Har bir ishimiz hamkorlikda olib boramiz mahalla kesimida. Bunda oddiy masalan holatda misol uchun yong'inlar sodir bo'lgan vaqtda ham avvalambor biz borib bartaraf qilib ishlarni olib boramiz. Hamda esa profilaktika inspektorlari bundan keyingi ishlarda bizlarga hamkorlikda yordam berishadi. Bundan tashqari har bitta profilaktika jarayonlari, davlat obyekti bo'ladi, tadbirkorlik obyektlari bo'ladi, profilaktika jarayonlarida ham hamkorlikda ichki ishlar xodimlari bilan, profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda ishlab boramiz. Asosiy maqsadimiz bu, masalan, kasbimiz har xil bo'lishi mumkin, lekin maqsadimiz bitta. Chunki fuqarolarning hayoti, sog'lig'ini asrab avaylash. Kuzatuv kameralari to'liq o'rnatilgan mahallaga. Mahallaga to'liq o'rnatilgan, har bir ko'chalarning kirish chiqish qismiga kamera bilan jihozlangan. Kamera mana xonamga o'rnatilgan, integratsiya qilingan. To'g'ridan to'g'ri kuzatib, nazorat qilib o'tiramiz. Hashar deymizmi, bunday bir ehson paytlarida yoki har xil shunga o'xshash holatlarda birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Boya aytganimdek, yonimda qalqon. To'g'risi ko'proq men ishongan rostini desam, profilaktika noziri ko'proq, chunki ularda ishlash tizimi juda ham zo'r nimaga qo'yilgan, yo'lga qo'yilgan. Ham insoniylik jihatdan ham ani erkak kishi qalqon bo'lib turadigan joyda ishxonada ko'proq endi bo'ladi. Misol bizda 15 ta ko'cha bo'lsa, hammamizga 2 tadan, 3 tadan yoki 4 tadan ko'cha biriktirilgan. Shu ko'chaning muammolari, bundan tashqari fuqarolar o'zlari har xil muammolar bilan keladi. Yangiliklarni yetkazib berish, berilgan topshiriqlar ijrosini qilish, bajarish. O'zbek ko'prigi baribir mahalla xodimlari shu davlat bilan xalq o'rtasida ko'prikmiz, muammolarni vaqtida yetkazib hal qilish. Birgalikda mahalla yetiligi ham suhbatlashib bir yig'ilishlar o'tkaziladi. Albatta, ishlarni taqsimlab olamiz, bo'lishib olamiz. Hozir ham mana hozir yig'ilib ishlarni taqsimlab olamiz. Yil boshidan endi ishni boshlaymiz. Mening mahallam loyihasida Yangiyo'l shahridagi Mezon mahallasini ish faoliyati bilan sizlarni tanishtirdik. Azizlar, keyingi mahalla sizning mahallangiz bo'lishi mumkin. Shunday ekan, kuzatib boring.